Buni lentasidan tortib barabar hamma zapchasi alohida ham sotaverasiz. Alohida ham sotaveramiz aka. Bitta 25 metr, bitta 15 metr, bitta 11 metrli konverimiz tayyor holati. Jizzaxda zominiga ketadi. Jizzax zominiga zakaz bo'lgan. Buni tayyorladik. Buni hozir jo'natamiz. Demak, ish zo'r, narxi ham zo'r. Agar asharadan turib zakaz qilayotgan bo'lsa, zakaz olaveramiz. Hech nimaga. Xo'p, akalar, butun O'zbekistondan turib zakaz beraverasizlar, xudo xolasa. Niki bor, Xitoyniki bor. Qaysi turdan xohlasa shundan bor. Shikist qaranglar. Liboydan bor ekan, demak, buni. Zakazga qilib beraveramiz. Bittali, ikkitali, uchtali, to'rttali zakaz bo'lsa qilib beraveramiz. Qo'y, mana bu katta manaqa turlardan ham bor ekan. Mana unisi mana o'sha hozirgi karyerga qo'yilayotgan ziyojishkalarimiz. Barabarlarni har xil razmerdasi bor mana 200lik, 150lik, bularni 300lik. Biz mana shu yerda yasaymiz, zo'r qilib yasab beramiz, xudo xolasa. O'zimiz yasagan shinellarning nimasi, buni komplekt holatda ham qilib beramiz. Do'konda har xil o'sha zavodlarga kerakli zapchastlarimiz bor. Asosan biz oldin pachinlik bilan shug'ullanganmiz. Pachinliklarni ko'rinishda ham tayyorlab beriladi. Shini qidirib yurgan akalarimizga Abdug'ofur aka qanaqa turlari bor? Assalomu alaykum. Bugun biz Farg'ona Kirgili temir bozorga kelganmiz. Bu yerda Abdug'ofur aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, ishlaringiz yaxshimi? Charchyapsizmi?